Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz huquq normasi haqida gaplashamiz. Avvalo, huquq normasi nima? Bu davlat tomonidan o'rnatilgan hamda u tomonidan muhofaza qilinadigan, barcha uchun majburiy bo'lgan xulq-atvor qoidasi tushuniladi. Avvalo, huquq normasini biz 3 ta elementdan tarkib topganini bilamiz. Bular albatta gipoteza, dispozitsiya hamda sanksiya. Avvalo, birinchi bo'lib biz gipotezaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, gipoteza bu 8 sinf darsiga agar nazar soladigan bo'lsak, gipoteza norma harakatga kelishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar bayon etiladi. Ya'ni gipotezada sodir bo'layotgan barcha narsalar biror bir normani harakatga keltirishi zarur. Ya'ni bunga biz misol qilib juda ko'p qismlarni olish mumkin. Masalan, konstitutsiyaning juda ko'plab moddalari, dispozitsiyaga qaraganda gipotezani juda ko'p uchratamiz. Siz bilganingizdek, u asosan sa, masa, qanday, qadar barchasi bilan kelishi mumkin. Avvalo birinchi bo'lib biz misol qilib oladigan bo'lsak, voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar ota-onalariga g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Bu Konstitutsiyaning 80-moddasi. Agar biz buni gipotezaga bog'laydigan bo'lsak, albatta bu voyaga yetgan hamda mehnatga layoqatli bo'lishi kerak. Bu yerda biz nazar soladigan, biz to'xtalib o'tadigan joyimiz albatta norma harakatga kelish uchun biror bir harakat sodir bo'lishi kerak. Bu esa voyaga yetgan farzandni nazarda tutyapmiz. Bu yerda farzand voyaga yetgan hamda mehnatga layoqatli bo'lishi kerak. Bir paytda voyaga yetishi hamda mehnatga layoqatli bo'lishi kerak. Bu gipotezani ifodalaydi. Keyingisi dispozitsiya. Dispozitsiya bu xulq-atvor qoidasini shakllantirgan holda uning huquq va majburiyatlarini belgilab beradi. Bunga oddiy misol qilib Jinoyat kodeksining 169-moddasini biz keltirib o'tishimiz mumkin. Ya'ni 169-modda bu o'g'irlik. Ya'ni o'g'irlik 169-modda o'g'irlik vergul, ya'ni o'zganing mol mulkini yashirin talon-taroj qilish. Ya'ni bu hammaga ma'lum. Lekin eng biz to'xtalib o'tadigan joyi bu o'g'irlik. Ya'ni o'g'irlikdan keyin dispozitsiyada har doim qisqacha unga ta'sir, ya'ni uni isbotlab keladigan ma'lumot ham izoh ham keltiriladi. Ya'ni o'g'irlik, ya'ni mol-mulkni yashirin ravishda talon-taroj qilish, talonchilik bu mol-mulkni ochiqdan-ochiq talon-taroj qilishni biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Va boshqa Jinoyat kodeksi yoki Ma'muriy kodekslar boshqa moddalardan ham bunga misol keltirishimiz mumkin. Uchinchisi bu sanksiya. Sanksiya ya'ni bu lotinchasiga majburiy chora. Lekin ba'zi abituriyentlarning xatolariga ko'ra dispozitsiya bilan sanksiya ham bir joyda kelib qolishi mumkin. Voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan ozodlikni cheklash jazosi 6 oydan 2 yilgacha berilishini nazarda tutadigan bo'lsak, bu yerda aniq bir muddat keltirilmayapti. Ya'ni asosan 7 oy yoki 1 yil degan muddat keltirilmayapti. Lekin boshqa moddalar, ya'ni Jinoyat kodeksi, Ma'muriy kodeksiga qaraydigan bo'lsak, oddiy transport vositalarining chiroqlarini yoqish bilan jinoyat sodir etish mumkin. Bu 128-moddaga to'g'ri keladi va bu yerda haydovchilarga nisbatan bir barobar miqdorda jarima. Bu to'g'ridan-to'g'ri sanksiya. Lekin 6 oydan 2 yilgacha ozod cheklash jazosi berilishi bu albatta dispozitsiya bo'ladi. Chunki bu yerda qancha muddat berilishi batafsil izoh berilmagan. Ya'ni bir kishiga yoki bir jinoyatchiga 6 oydan 2 yilgacha berilishi mumkin. Lekin ayni bir jinoyat sodir etgani uchun bitta jazo, bir jazo tizimi shakllantirilmagan. Shu bilan darsimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.